Hamma salom do'stlar, sizlar bilan Notcraft. Xo'p do'stlar, bugungi challengeimizda biz sizlarga agarod, chiroyli agarod bilan uy quradiganlar uchun lifehack ko'rsataman. Yaxshilab e'tibor berib turinglar. Xo'p, bizga daraxt, keyin doska kerak bo'ladi. Keyin matiga, endi bilasizlar, matiga kerak bo'ladi shundoq ham. Matiga keyin yer bo'ladi o'zi tak. Keyin suv olsalaring yetadi. Matigani железницani olib beramiz. Suv mana. Suv qani? Suv qayerda turardi? Suv. Voda deb yozib qo'yamiz. Makka suv deb yozamiz. Hop. Mana vidro voda ekan. Oldi xullas vidro voda edi. Yana bitta olamiz, 3 ta olamiz. Hop. Keyin shisha olamiz, shisha. Mana shishamiz. Mana oddiy yupqasidan olamiz. Endi men qarashlar o'rganib olasizlar. Mana mashqga boshladim. Mana 1, 2, 3. To'rtinchisini ham ko'tarasizlar, 4 ta. Joy tashab 4 ta blok 1, 2, 3, 4. Mashqdan buni ham 4 ta ko'tarasizlar, teng bo'lish uchun. Baqa keyin 1, 2, 3, 4. Bir xil rastaynida 4 qilib ko'tarasizlar 4 tadan. Hop, ko'tardinglar. Endi pastini bunday qilib doska bilan yopib chiqasizlar. Oddiy, qiyin emas. Bunday qilib yopib chiqsalaring oson bo'ladi. Mana tezda. Oddiy gradkalar uchun. Pastni tepasiga nimadir qo'yib olasizlar. Mana. Tayyor, bu korobkani o'zi tayyor. Endi pastiga bunday qilib agorodlarni tayyorlaysizlar. Mana ikki agorodlarni tayyorlaysizlar. Qurib olyapti nimagadir, chunki suv yo'q hozir. O'rtasini bekor qildim avvalo. O'rtasini qilmaymiz, mayli mana. Suv quyish kerak o'rtasiga. Mana xullas suv tayyor bo'ldi. Gradka tayyor. Endi bu tomonni ham agorod qilasizlar. Buni bilmadim nima qilib agorod qilasizlar. Bunday qilib yopib chiqasizlar. Tekis mana korobka, oddiy korobka bo'ladi. Mana 3 ta bo'ldimi, 2 ta bo'ldimi? 2 ta bo'libdi. 3-chisini ham olib chiqib qo'yasizlar bunday qilib. 3-chi agorodni ham olib chiqdilaring, to'g'rimi? Endi baqa kirib, bunday qolsalaring chiroyli turish uchun bunday qilib chiroy uchun bunday qilib qo'yasizlar. Bakkini bilmadim endi. Xolasalaring agorod qilasizlar, xolasalaring bakka sklad nimadir qo'yasizlar yoki hayvonlar bo'lsa, hayvon birorta narsa boqsalaring, mashga qo'yib olasizlar. Xo'p. Tayyor. Endi mana qalarni olamiz. Pshinitsalar mana. Mana buni ekamiz, kartoshka ekdik deylik mana. Kartoshka ekdik. Tarvuz ekib bo'lmaydi. Mana bu yerda nima eksa bo'ladi? Sabzi ekdik deylik mana, ekyapmiz mana. Endi sekin ekaverasizlar. Tekis chiqadi. Mana baqa ham men agorod qilyapman. Endi hamma o'zini xohishi. Men o'zim xohishim bo'yicha men agorod qildim. Suv bilan to'ldirishlaring shart. Bo'lmasam suv kam kelib, agorodlarni yaxshi chiqmasligi mumkin. Ekasizlar bunday qilib. Eshitilaringni qo'yib qo'ydilaring. Mana aka pshinitsa ekeli. Men ekmayapti, kartoshka ekamiz, kartoshka ekmadik. Kartoshka ekamiz. Hop, kartoshka ekdik. Baqa. Mana orasini ham mana aylantirib ekib qo'yasizlar bunday qilib. Matiga bilan mana ham ko'ylab bunday qilasizlar, ekib qo'yasizlar. Tayyor, pastki qism tayyor. Bitta endi
Bittadan lesnitsa olamiz. Bunday qilib ikkitadan ko'tarib qo'ysak, tepaga chiqish oson bo'ladi. Mana tepaga ko'tardik. Bunday ko'tarasa, mana chiqsa bo'ladi. Mana tepaga ko'tardik. Endi bakka nima qilasizlar? Matdan alohida keyin yana daraxt qo'yasizlar. 3 ta qilib, 3 dan o'zida. 3 dan o'zida ko'tarasizlar. U nima deysizmi? Bu daraxt joyida. Lesnitsa bu. Mashina kichaytirasizlar. Mana. Kichirasa hech narsa qilmaydi joy. Bu yomon emas. Mana shu ikkita joydan chiqadi, to'g'rimi? Chiqildi. Stiklolarimiz qani? Stiklo oldik. Mana stiklo boshqatdan. Stikloni boshqatdan olamiz mana. Oldik. Mana qo'yib chiqamiz endi. Chiroy bilan sekin, shoshilmasdan sekin qo'yib chiqamiz. Qo'yib chiqsa, nima bo'ldi? Yo'q. Kadr stop mana. Ichi to'g'rilanib olamiz, mana ham turibdi. Mana nima? Bu ham sindi. Xo'p. Baqa ham qo'yamiz. Ko'tarib. Baqa ham ko'tarib qo'yamiz. Hop. Nima bo'ldi? Mana bo'ldi, ko'tardik orqasini. Dub bilan matni ham ko'tarib qo'yamiz. Oson bo'ladi. Bunday qilib ko'tardik. Uyutli bo'ladi, mana cho'tki. Matni ham yengil ko'tarasizlar. Yengil ko'tarasizlar. Mana bu shunda. Agar o'tqazguncha hamma sindirib yubordim. Maylicha. Hop, qurdik. Endi mana tomini doska bilan sekin bunday qilib, bunday emas, mana teparoqdan yopsalar, chiroyliroq turadi. Bunday qilib, makka blok qo'yib turib, bunday qo'ysalar, ana bo'ldi. Mana sindirib yuborasizlar. Qaltiroq joy bo'ladi keyin. Mana. Bo'ldi. Yopib olasizlar keyin. Mana yopildi. Mana bo'ldi. Tepasini olasizlar, endi bunday qilib chiqaverasizlar. Hamma o'ziga yoqqanicha qilib chiqaveradi. Men mana shunday qilib chiqdim. Men o'zimga yoqqani uchun. Sizlarga qaysi biri yoqsa shuni qilib chiqaverasizlar. Xo'p. Tayyor, endi uy jihozlarini joylasak bo'ldi. Menga kiramiz uy jihozlari uchun. Xo'p. Kravat qizil. Kovriklar qani, kovriklar? Kovyor. Gilon qayerda edi endi? Gilon top bo'lmayapti. Mayda kovyor yozamiz. Hop. Mana. Cho'kidan olsak, yashildan olamiz mana. Bunday qilib cho'kidan oldik. Oldik mana. Cho'kidan olib ne o'rab qo'yamiz. Faqat sunduq qo'ygan joy qoldiraylik. Yashildan to'ldirib qo'yamiz. Bu makka sunduq ochasizlar mana. Sunduqimiz. Mana ham sunduqmidi? Mana makka. Abishni sunduq olib, qo'yib qo'yasizlar. Bo'ldi, bolalar tayyor. Eshik shart emas. Gratka tayyor mana. Cho'tki. Dech chiqsalaring bo'ladi, bu tomondan ham chiqsalaring bo'ladi. Bo'ldi. Sizlar bilan Nodcraft'da layfhaklarini ko'rib davom eting. Obuna bo'lishni unutmang.